Sizlerle birisine yardım etmek tamam. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli saxovatpesha kuzatuvchilar, qadrli obunachilar. Bu Sadil akamiz 2019-yildan beri jigar sirrozi bilan kasalligi bilan kurashib kelyapti ekan. Akalar o'sha jigar qurishni boshlagan, qurib bo'pti hisob bo'lyapti. Akalar sizlardan iltimos, akamga bir yordam sifatida O'zbekiston xalqimizdan yordam so'raymiz. Aka, nima bo'ldi o'zi? Qanaqa kasalliklar bo'ldi? 2019-yilda sharoitim og'ir, davolanib shu kungacha yetib keldim. Endi qurbondan yetmay qoldi, bu kasallikda yengilmay qoldim. Shu juma kuni reanimatsiyaga tushganman. Mana endi reanimatsiyadan chiqdim. Palataga buni olib chiqishdi ertadan jigarlarga ma'lum miqdorda shu dori-darmon yordam qilib kuyamiz dedi. Endi Hindistonga borib jigarni almashtirmasak chora yo'q ekan. Sharoitim og'ir, shuning uchun sizlarga murojaat qilishga majbur bo'ldim. Barcha O'zbekiston xalqiga murojaat qilaman. Meni bolam shu sirroz kasali bilan kasal bo'ldi. Shu bolam uchun hammamiz harakatdamiz. Mana 80dan o'tgan bo'lsam ham qurtdim. Mana hozir bir karabka qurtdan 94 kilo pullar topshirib shu bolam uchun harakat qilyapman. Shu qancha bo'lsa ham bolamga yordami tegsin deb. Jon mahalladoshlar, yurtdoshlar yordam beringlar. O'zimiz ham harakat qilyapmiz. Ko'pchilikni duosi ko'l bo'ladi, ham ko'pchilikni ko'mina ajam emas, bolam sog'lom bo'lib, bolalarni baxtiga salomat bo'lsa. Sizlarga birisine yardım etmek tamam. Yordam qilinglar, katta bo'lsin, hamma hayyisallarni qaytaraman. Dadam salib ketsin deyman, baxtimizni ko'rsin dadam deyman. Aziz vatandoshlar, ko'rib turibsizlar, holat ahvol juda ham chatoq, vobshe chatoq. Nima desam, $25,000 akamizga shunaqa aytilishgan, lekin u $25,000 hozircha yo'q. Lekin akalarimiz, yaqin birodarlarimiz, opa-singillarimiz yordam qilib, atiga 5,000 so'm tashlasalar ham ancha mablag' bo'lib ketadi. Xudo xolasa bitta insonni hayotga qaytarishga juda katta podдержка bo'lardi. Ushbu bemorimizning karta raqamlarini pastga aloqaga chiqish uchun nomerlarni qo'yib qo'yapmiz. Bemalol aloqaga chiqib karta raqamlariga pullar tashlashlari mumkin. Sizlardan bitta iltimos, mana shu yosh bolachalarni bir umrlik otasizligidan qutqaringlar, iltimoslardan. Xudo xolasa yaxshi kunlarda mana shu yosh ukachalarimiz yaxshi kunlarda xalqimizga xizmat qiladi. Hoji akamiz ham xizmat qilib kelgan ekan. Xudo xolasa bu akalarimizni eng qiziq akalari, o'zini radnoy akalari donorlik qilishyapti ekan, Hindistonga borib operatsiya qilishyapti ekan. O'shaning uchun podдержка qilmasalaring bo'lmaydi. Jon xalq, sizlarga addushi oldindan rahmat. Jonlar salomat bo'lsin. Iloyim akamiz oyoqda turib, yurib, jonlar salomat bo'lsin. Farzandlariga bosh qosh bo'lsin.